Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik ustazlar ve qarindoshlar, Allah subhanahu ve taala her birlerini dünyanın her qaysi yerlerde her vakit xotirjam salomat qilsin. Allah subhanahu ve taala ahirgi hayotimizni haq ustida mustahkam qilsin, ahirgi g'oyamizga yetishga muyassar qilsin. Amin. Bugungi darsimiz hadis qudusiydan Adem aleyhisselamның egizligining 60 kez yartilganligi degan hadisni qisqacha izohlab o'tamiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan bayon qilingan hadisda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Allah subhanahu va taala Adem aleyhisselamni yaratganda egizligini 60 kez yaratdi. Ondan keyin sen birib avu farishtalarga salom qilgin, ularning sana hurmat bildirib qaytirgan salomiga quloq solgin. Haqiqatan u sening va sening avlodlaringning hurmat salomi dedi. Adem aleyhisselam farishtalarning yeniga birib assalomu alaykum dedi. Farishtalar va alaykum assalam va rahmatulloh deb va rahmatulloh degan so'zni ziyoda qildi. Jannatga kirgan har bir kishi Adem aleyhisselamning shaklida jannatga kiradi. Xalqlarning yaratilishi hozirgacha kichiklab ketyapti. Bu hadisni Imom Buxoriy rahimahulloh o'zining sahih kitobida keltirgan. Bu hadisning izohati Allah Taala Adem aleyhisselamni dastlabda yaratdi. Bu to'g'rida Allah subhanahu va taala Qur'oni Karimda mundaq deydi: "Va bada'a xalqal insana min tin." Tarjimasi dastlabda insonni, ya'ni insonlarning otasi Adem aleyhisselamni laydan yaratdi. Uning bo'yning egizligi 60 kez, to'g'riliqi 7 kez edi. Hafiz ibn Hajar rahimahulloh gazning miqdori to'g'risida Fathul Bari 6-tom 366-betda shunday deydi: Arabcha zira degan so'zdan barmoqning uchidan do'lisigacha bo'lgan arliq maqsad qilish ehtimolligi bor. Shuningdek, xitob qilinganlarning davrida tonishlik bo'lgan ziraning miqdori maqsad qilinganlik ehtimolligi bor. Ammo dastlabki qarash kuchlikdir. Assalomu alaykum degan so'zdan Adem aleyhisselamning barliq avlodlarining hurmat so'zi maqsad qilinamdi yoki umumiy avlodlari zikr qilinib, ulardan ma'lum xos avlodlar maqsad qilinamdi? Hafiz ibn Hajar rahimahulloh Fathul Bari 11-tom 4-betda shunday deydi: Suhayl ibn Abu Salihdan uning otasidan Aisha radhiyallohu anhadan Payg'ambar aleyhisselamning mundaq deganligi bayon qilinadi: Yahudilar sizlarning amin deyishinglar va o'zaro salom qilishinglarga hasad qilgandek boshqa bir ishga hasad qilmagan. Bu hadisdan salomning mushu ummat uchun yo'lga qo'yilganligi aniq ifodalandi. Payg'ambar aleyhisselamning jannatga kirgan har bir kishi degan so'zi bo'lsa, so'zni shaqlashtirish emas, balki jumlani yangidan boshlash, yangi xabarni bildirishdan iboratdir. Payg'ambar aleyhisselam bizga jannatga kiradigan har qanday kishining egizlikda, to'g'riliqda, go'zallikda, chiroylilikda Adem aleyhisselamning shaklida jannatga kiradiganligidan xabar berdi. Undan keyin Payg'ambar aleyhisselam tushunishmaslik bo'lishidan ilgari tushundirib, xalqlarning yaratilishi hozirgacha kichiklab ketyapti dedi. Go'yoki Payg'ambar aleyhisselamga insonlarning asli o'zining asli sifatidan davomlashdi. Egizlik uning asli sifati. Biz nima uchun bundaq egiz emas deyildi. Shuning bilan Payg'ambar aleyhisselam xalqlarning yaratilishi hozirgacha kichiklab ketyapti dedi. Ammo rangi va axloqiga kelsak, u Payg'ambar aleyhisselam aytganiga o'xshash Adem aleyhisselamdan davomlashib kelyapti. Haqiqatan Allah Taala Adem aleyhisselamni zaminning hamma yeridan olgan bir changal to'pidan yaratdi. Adem avlodlari zaminning rangining miqdori bo'yicha keldi. Ulardan qizg'uch, oq, qora ranglik va boshqa rangliklar bor. Ulardan isil, paskash, muloyim, qayg'uliq, qo'pol kishilar bor. Allah subhanahu va taala har birimizni atimiz Adem aleyhisselamning bo'ybasti, go'zalligi, chiroy shakli, go'zal axloqi bilan Firdavs jannatga kirishga muyassar qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.